Assalomu alaykum aziz hamkasblar, bank xodimlari, markaziy bank xodimlari. Men Andijon tumani Chilon MFYda bank agenti Alisher Akbarjon bo'laman. Bir kontrga bir mahsulot ekin maydoni turibmiz. 9 gektarli maydon. 9 gektarli maydonimiz 60 ta fuqaromizga bo'lingan. 480 kontr. No'xat ekilgan 100%. No'xatlarimiz texnika agregatlari bilan ishlovlar bo'lingan. Mineral o'g'itlar solingan. Xudo xolasa gullab chiroyli bo'lib tuyishni boshlagan no'xatimiz. Ekin maydonimiz bo'yiga uzunligi 850 metr, eniga 105 metr maydonimiz. 100% no'xat bilan xudo xolasa ekilgan no'xat. Mana no'xatimiz mana chiroyli bo'lib yetishyapti. Kultivatsiyalar qilinib, suvlar qo'yilib. Odamlar dalada ish qilyapti. Mana bu fuqarolar yurishibdi, no'xatlarni chopishib, o'tlardan chiqaryapti. No'xatimiz chiroyli, xudo xolasa. Ekinimiz bir kontrga bir mahsulot qilib, odamlar chiroyli qilib yetishtiryapti, xudo xolasa. No'xatlar a'lo, xudo xolasa a'lo darajada yetishtirilyapti.